Assalomu alaykum O'zbekiston. Xoni qaranglar. Sal qolmasa, meni ham shunday aydor qo'yishadi menimcha. Jahongir Latipov xoni ifloslagandir. Xullas, sizlar bilan gaplashadigan vaqtimiz keldi. Sababi bir haftadan beri asab yo'q, uyqu yo'q. Bu yerda onam yig'lab qo'yaptilar, Jahon nima bo'lyapti, nimaga unaqa qilishyapti sani deb. Bilasizlar, men har doim hazilga yaxshi atnashganda bo'lganman. Hech qachon menga hazil qilib vayn olishganda, yo'rayni kulgili hazil bo'lganda men har doim podдержка qilib, hattoki vaynlarni o'zim akkauntimga ham qo'yib yuborardim. Ustidan endi hazil qilib qo'yishganda. Lekin hozirgi bo'layotgan narsa do'stlar, bu hazil emas, bu hujum va bu hujum bir haftadan beri davom etyapti. Javob bermayman, ahamiyat bermayman desam, qarasam undan battar qo'rishyapti va bir xil odamlar afsuski bu narsaga ishonishyapti. Xullas, menga bo'lgan ayblovlarni poyma-poy hammasiga o'zim javob berib chiqmoqchiman. Birinchisi, meni Azroil qilib ko'rsatishyapti. Oddiy odam Azroil bo'lib qopti. Menimcha biz shunaqa zamonda yashayapmizki, Azroil bilan, haqiqiy Azroil bilan oddiy bolani ajrata olmay qolishibdi. Ikkinchisi, davlat odami quloq deyishyapti. Xullas, birinchidan boshlaymiz. Ana Azroil sifatida chizib, Jahongir Ortiqxo'jayevni chizishgan, keyin Ulug'bek Mahsumovga eshikni taqillatayotganimni chizishgan, shu Sanjikka bo'lgan muammolarni menga bog'lashyapti. Birinchisidan boshlayman. Jahongir Ortiqxo'jayev bilan intervyu olganimizda hokimlikdan ketgan edilar va menga hech qanaqa yomonlik qilding, yomon bo'ldi demaganlar. Bir yaxshi bo'ldi, malades deganlar. Hech qanaqa zarracha ziyon yetkazganim yo'q. O'shaning uchun ularni bu videoda tasvirlash ham xato. Ikkinchisi Sanjar bilan intervyu olganimizdan keyin ancha taniqli bo'lib ketdi. Juda ham taniqli bo'lib ketdiki, bizga даже atnosheniyamiz oramizga sovuq tushdi. Sovuq tushganga qaramay, men uni yomonlik qilganim yo'q. Hozir bo'layotgan muammolarning sababi u o'zingizlar tomosha qildinglar, qanday nima bo'lyapti. Meni hech qanaqa zarracha o'tga aloqam ham yo'q va hozirgi kunda ham даже nima bo'lganini ko'rib, rostni aytsam unga rahmim kelyapti. Sababi bolasi bor, adasi yaqinda olamdan o'tib qoldi. To'g'ri, xato ish qilgandir, lekin o'rganning ustiga tepgan qilib, men ko'raman bir xil bu yerda kulib qo'yapti, xursand bo'lishyapti, odam qamalib hayoti barbod bo'lib ketayotgandan menimcha bu sal noto'g'ri narsa. Uchinchidan, Ulug'bek Mahsumovga eshikni taqillatayotganmishman, sindirishga ularni. O'sha odamlarni zakazi bo'yicha. Do'stlar, men Ulug'bek Mahsumov bilan adashmasam 8 yildan ortiq tanishman. Ular bilan 4 ta loyiha olganman, ikkitasi rus tilida, ikkitasi o'zbek tilida. O'shanga agar men qanaqadir yomon odam bo'lganimda, men bilan gaplashib ham o'tirmasdilar, loyiha ham olmasdilar. Agar men loyiha olganimdan keyin odamda muammo bo'lsa, ertasiga muammo, bitta loyihadan keyin muammo bo'lardi. 8 yil ichida odamga hech nima qilmadi. Nima keragi bor? O'zini yo'lini qurayotgan, siyosatga aralashmaydigan, dinga aralashmaydigan odamni bunaqa yomon ko'rsatadi. Men bilmayman. Oddiy qilib aytganda, endi ko'ryapman, polniy zakaz bo'layotgandan oldin shu mikroblogerlardan boshlandi, kommentariyalardan boshlandi, keyin hamma Telegram kanallariga bu qo'yildi. Endi mana Instagramda akkaunt egasi yo'q, publiklada mana shu kreativlarni endi ko'ryapsizlar, u rasmni ham yasash uchun vaqt kerak-da, tushunasizlarmi? Shularni yasab qo'yilyapti, nomimga dog' tushirish uchun. Endi meni Xudoga shukr, har xil odam ko'radi, lekin tadbirkorlar baribir kritik fikrlash rivojlangan ularda va ular tushunib yetadiki, что meni bu yerda hech qanaqa aybim yo'q, men oddiy odamman. Ha, o'zingizlar aytasizlar, hammasi Xudodan deb. Qanday qilib men oddiy bloger, jurnalist bo'lib turib, birovni hayotiga, o'limiga ta'sir eta olaman? Bu menimcha g'alati fikr. Alamlisi onam siqilyaptilar, mazzalari yo'q. Agar lekin ularga bu narsa bo'lib qolsa, hozirgi qilayotgan men bu hujuminglarni, men sizlarga bu narsani hech qachon kechirmayman. Hech qachon kechirmayman. Umrimni ham tikib olishga tayyorman. Senlar kimligini topib, senlardan qasd qilishga. Sababi это несправедливо. Bu chest emas, bunaqa narsa qilish. Men hech kimga yomonlik qilganim yo'q bu hayotimda. Hech kimga boshidan yurganim yo'q, birovning haqqini yeganim yo'q. Men ertaga hayron qolmayman, senlar ertaga pasiv qilib chiqarsalaring o'sha SMIlarda, что Jahongir Latipov narkotik iste'mol qiladi, yo boshqa yomon narsalarda meni ayblab. Shuncha katta odamlar bilan intervyu olgan bo'lsam ham hech qaysidan yordam so'ramaganman. Hech qaysi menga kelib, "Men bunaqa narsani senga men sovg'a, men bu pul senga" degani yo'q. Hammasini toza mehnat bilan ishlab topganman. Agar meni orqamda bu odamlar bo'lganda, nima keragi bor edi menda Moskvada yashab, qiynalib, chirib, 6 ta odam bitta xonada yashab, o'qib, yashab yurish. Shundoq ham hammasi cho'tki bo'lardi. Meni quloqlayotganlar hozir 21-asrda yashaymiz. Asosiy quloq mana qo'limda turibdi telefon.
sizlar haqingizda shundoq ham hamma ma'lumotni bilishadi. Nima qilasizlar, qanday pul ishlaysizlar, kimlar og'aynisizlar, qayerda yurasizlar, qayerga ko'pchasizlar. U uchun Jahongir Latifov kerak emas do'stlar. 21-asrda yashaymiz va hattoki shunda ham quloq bo'lganimda shuncha odamlar ham katta odamlar bilan intervyu qilganman. Bittasi ham meni yaqinlashtirmas, sababi ular ham ahmoq emas, hayot ko'rgan odamlar. Xullas bitta narsani so'rab qolaman. Mashta men intervyu olgan odamlarim bor, obunachilarim ichida tanish odamlarim bor. Og'ir bo'lmasa qo'llab-quvvatlayveringlar. Sababi qattiq mudarris qilishyapti. Rostni aytaman, даже nima qilishni ham bilmay qoldim. Javob bermayman dedim, keyin nimaga javob bermayman dedim. Prinsipi butun hayotim ochuv. Men birovlardan intervyu olishdan tashqari o'zimdan o'zim intervyu olib qo'yaman. Uylarimni ko'rsataman, qanday yashashimni ko'rsataman. Prinsipi bekitadigan narsam yo'q. Qanaqa hayotda bo'lsa, shunaqa Instagramda. O'shanga qo'llab-quvvatlayveringlar. Bugun men bu o'rinda bo'lsam, ertaga sizlar bo'lib qolmaylar. Menimcha bu davlatda normalniy ishlab, birovga yomonligi bo'lmagan odamlar bunaqa sindirib tashisa, bilmayman. Nima kutyapti bizani unda kelajakda? Hammani o'zini fikr bo'lish kerak, kritik mishleniyani rivojlantirish kerak. Sababi kimdir B desa, hamma B deb yuryapti. Oldin bitta tarafga eshitish kerakki, ikkinchi tarafga eshitish kerak va o'zingiz fikrlab xulosa kiriting. Bu kimdir yomonlab chiqishayotganda uni yomon deb hisoblamaysiz. Bu faqat menga taalluqli emas. Nimaga bu yomonlashyapti? Qayerda buni yomonlab chiqishyapti? Buni yomonlayotgan odam kimlarni o'zi yaxshilab chiqar ekan deb fikr yuritinglar. O'shanda har doim aniqini bilib olasizlar. Meni qo'llab-quvvatlab, hozirda mana podдержка berganingiz uchun katta rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. O'zimdan Gerakla yasayotganim yo'q, haqiqatan ham siqilib yuribman bir haftadan beri. Настроением yo'q, holam yo'q, uni ustiga eng yaqinlarim juda ham qattiq men uchun siqilyapti. O'shanga полностью bilan gaplashib, hammasini endi tushuntirib yuraman, sababi birinchi napadeniya qilgan haq bo'lib qo'yapti. Lekin unaqa emas. Hammada o'zining pravdasi bor va hech qaysiligi mana shunaqa situatsiyaga tushib qolmaydi. Ancha приятный narsa emas ekan va nohaq bu narsa ayblanganda двойне неприятно ekan, sababi hech qanaqa bunaqa доказательствоsi yo'q. Meni yomonlaydigan narsasi yo'q-da. O'shancha ham o'ylab topish kerak. Mayli, gap yo'q. Mana shunaqa gaplar do'stlar, tushuntirib o'taydim sizlarga. Mana tushundinglar, eshitdinglar degan umiddaman.